Men blogim yuritishda qanaqa qilib boshlaganman? Syomkaga makiyaj qilgunimcha shu haqida sizlarga batafsil aytib bermoqchiman. 2025-yil boshida men o'zim bloknotimga hamma qilmoqchi bo'lgan narsalarimni yozganman va uni ichida blog boshlash, 10 mingta obunachi yig'ishim bor edi. Ishonasizmi yoki yo'q, o'sha payt meni hattoki qo'limda iPhone 11 ham bo'lmagan. Keyin o'quv markazida o'zim ishlab, bor pulimga iPhone 11 telefonni olganman, u ham kredit bo'lgan. Ko'pchilik menga blogingiz tez ko'tarilgan, oson mashhurlikka erishgansiz, umuman qiynalmagansiz deb aytishadi, lekin ular men blogim o'xshaguncha 5 marta har xil yo'nalishlarda video qo'yganimni, ularni prosmotr umuman yemaganini ko'rishmagan. Va afsuski bu haqiqat. Kunlardan bir kun men shu pastdagi videoni joylab ko'rdim va bu video men kutganimdan ancha tez ko'tarilib, ko'p prosmotr oldi. Ko'pchilik o'zi meni aynan shu videodan taniganman deb kompliment qilishadi. Blogim tezroq 10 mingta bo'lishini xohlab, 2 oy ketma-ket umuman to'xtatmasdan videolar joyladim. Instagramda bo'lsa meni ko'pchilik juda ham yaxshi qabul qildi, lekin ba'zi vaqtlar sababsiz haytga qolib ketgan kunlarim ham bo'ldi. Meni qo'llab-quvvatlaganlarga bo'lsa yana bir marta rahmat. Agar shu video 10 mingta layk yig'adigan bo'lsa, men sizga birinchi 1000 ta obunachi yig'ish usulini o'rgataman. Kommentariyaga men haqimda o'zingizlarning fikrlarini yozib ketinglar. Bay bay.